Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lib yuborilmaslaridan avval muvahhidlardan, ahli tavhidlardan edi. Zayd ibn Amr ibn Nufayl hali Rasululloh payg'ambar bo'lib yuborilmaslaridan avval Ka'baga bir kun suyanib turar edi. Qurayshlilar o'zlarining qaysidir bayramlardan birini nishonlab, erkagi, ayol, yoshi katta, eng yaxshi qimmat chiroyli kiyimlarni kiyib, so'yishlik uchun atalgan, butlarga so'yishlikka atalgan qo'ylarni haydab borar edi. Ularni ko'rib turib aytar edi: "Ey Qurayshlilar, bu qo'yni Alloh yaratgan bo'lsa, osmondan suvni tushirib bergan Alloh bo'lsa, ko'katlarni undirib bergan Alloh bo'lsa, shukronasiga Allohga so'yishni o'rniga bu qo'yni butlarga atab so'yasizlarmi?" Hali Rasululloh yuborilganlari yo'q, hali islomga da'vat qilingani yo'q. Bu qissa nimaga dalolat qiladi? Shuncha ne'matni Alloh o'zi bergan bo'lsa-yu, sizlar uni qo'yib boshqaga sig'inayotgan bo'lsanglar. Payg'ambarimiz aytganlar: "Kullu mavludin yuladu ala fitratin." Har bitta chaqaloq fitratda dunyoga keladi. Pokiza fitratda dunyoga keladi. Islomiy fitratda dunyoga keladi. Rasul aytganlar: "Bas uni ota-onasi yo yahudi qiladi, yo nasroniy qiladi, yo majusiy qiladi." Odam bolasimi? Millati, dini qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, odam bolasi dunyoga keldimi, islom tabiati bilan tug'iladi. Rasul aytibdilar, yahudi qiladi, nasroniy, majusiy qiladi ota-onasi. Ammo Rasululloh musulmon qiladi demadilar. Nima uchun? O'zi shunday ham islom tabiatida tug'ilar edi. Chunki islom, birodarlar, insondagi bir pokiza fitrat. Pokiza fitrat bu islom. Mana shu fitrat har bitta insonga berilgan. Kishi ana shu fitratini o'zgartirmasa, haqni islasa, islomda bo'ladigan bo'lsa, albatta nafsi xotirjam bo'ladi. Mana Zayd ibn Amr ibn Nufayl hali Qur'onda eshitmagan bo'lsa ham, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislardan xabari bo'lmagan bo'lsa ham, bu shirkiyatga rozi bo'lmayapti. Nima uchun? Chunki u kishida pokiza fitrat, pokiza tabiat bor. Zayd ibn Amr ibn Nufayl ana shu johiliyat davrida islomgacha yetib kelmadi bu kishi. Bir marta ham butlarga sajda qilmagan kishi edi. Umar ibn al-Xattob, u kishining otasi Xattob Zayd ibn Amr ibn Nufaylga amakivachcha ham deyiladi. Xattob Zayd ibn Amr ibn Nufayl bilan otasi boshqa aka-uka edi ham deyiladi. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi: "Yukhrijul hayya minal mayyiti va yukhrijul mayyita minal hayy." Alloh azza va jalla, Alloh taolo o'likdan tirikni chiqaradi, tirikdan o'likni chiqaradi. Xattob mushrik edi, lekin undan Umar ismli musulmon sahoba, ashara mubashara chiqdi. Otasi yomon bo'lsa, albatta bolasi yomon degan gap yo'q, birodarlar. Va aksincha, zo'r odamning bolasi ablah bo'lishi mumkin. U Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Shuncha ne'matni Alloh bergan bo'lsa-yu, sizlar Allohga shukr keltirmasdan butlarga qurbonlik qilasizlar. Xattob Zaydning bu so'zlarini eshitib shapaloq bilan urib aytdiki: "Qachongacha chidaymiz bu bema'nigarchiligingga? Bo'ldi-da, endi gapiraverasanmi?" Haq bilan botil o'rtasidagi kurash, birodarlar, qiyomatgacha qoyim bo'ladi, doim bo'ladi. Har zamonda, har makonda bu narsa davom etib ketgan. Shuning uchun musulmon odam yaxshi bilish kerakki, agar haqni ushlasa, kitobi sunnatga muvofiq kun kechiraman desa, albatta unga hasad qiladiganlar bo'ladi. Albatta uni aybini kavlab yuradiganlar bo'ladi. Tanqid qiladi, mayda xatolarni istab turib, bo'rtiradi, tijoratga aylantirib oladi. Musulmon odam mana shu narsaga tayyor bo'lishi kerak. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Said roziyallohu anhuning otasi. Zayd o'zini hamrohlari Varaq ibn Nawfal, Abdulloh ibn Jahsh va Usmon ibn Xoris, bular bir joyda to'planib o'tirishdida o'zlarining qabilasi Qurayshning holida bahs qilishdi. Zayd aytdi: "Vallohi bilasizlar, bizi qavmimiz biron bir haqiqat ustida emas. Ularni tutgan yo'li xato. Ular Ibrohimni dinida xatoga yo'l qo'yib, unga qarshi yo'l tutdilar. Agar najotni xohlasanglar, o'zingizlarga haq bo'lgan yo'lni topinglar." Bular haqni istashdi. Ular yahudi va nasroniylarni, rohiblarning oldiga borishdi. Ahli kitob. Rohiblarini oldiga borib, Ibrohim alayhisalomning dini, shariat haqida ular bilishmoqchi bo'ldi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha la ma'al muhsinin.
Alloh taolo aytadi, bizning yo'limizda jihad qilgan, kurashgan zotlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat qilurmiz. Aniqki Alloh chiroyli amal qilguvchi zotlar bilan birgadir. Agar haqni istasangiz, ixlos bilan istayotgan bo'lsangiz, xolis izlasangiz, qo'lingizdan kelganicha harakat qilsangiz, Allohga duo qilsangiz, Parvardigor, haqiqatni istayapman. Seni roziligingni, yuzingni istayman. Meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. O'zingga bo'lgan muhabbat va ixlos bilan meni rizqlantirgin. Seni yuzing uchun amal qilayotganlarning muhabbati bilan meni rizqlantirgin. Sening roziligingga olib boradigan amalni muhabbati bilan meni rizqlantirgin. O'zing ulardan rozi bo'layotgan, o'zing ularni yaxshi ko'rayotgan kishilarga meni yo'liqtirgin. Agar chin yurakdan so'ragan bo'lsangiz, ixlos bilan so'ragan bo'lsangiz, mana shu duoni asari katta bo'ladi. Varaqa ibn Nawfal mana shu 4 ta odamning bittasi nasroniylikda qabul qildi. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganida Xadicha onamiz ayni mana shu Varaqa ibn Nawfalning oldiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib borgandi. Ana shu Varaqa ibn Nawfal Zayd ibn Amr bilan haqni istadi, nasroniylikda qabul qildi. Abdulloh ibn Jahsh bilan Usmon ibn Xoris esa biror narsaga erisha olmadi. Mana shu haqiqatni istaganligi haqida Zayd ibn Amrni o'zini hikoyasiga quloq solamiz. Zayd ibn Amr aytadi: Yahudiylik va nasroniylikni eshitdim, ammo ularni qabul qilmadim. Sababi qalbimga taskin beradigan narsani ularda topmagandim. Ibrohim millat haqida istab ko'p yurdim. Shomga kelganimda menga kitobdan ilmi bor bir rohibning xabarini berishdi. Uni yoniga kelib maqsadimni aytdim. U rohib aytdi: "Ey birodar, Ibrohim dinini izlayapsanmi?" Men ha dedim. U aytdi: "Sen izlayotgan dinning vujudi hozirda yo'q. Lekin haq seni shahringda bo'ladi. Albatta Alloh taolo seni qavming orasidan Ibrohim alayhisalomning dinini yangilaydigan bir kishini yuboradi. Agar uni topsang, unga yetsang, bas uni o'zingga lozim tut." Rasulullohni yuborilishiga haqida ahli kitoblarning qo'lida ma'lumot bor edi. Injilda, Tavrotda xabar bor edi. Mana Alloh taolo Qur'onda Iso alayhisalomning tilidan xabar beradi. Astagfirullah. Va mubashshiron bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Men dedi Iso alayhisalom, o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlaguvchi va o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar beruvchi bo'lgan holda yuborildim. Iso alayhisalom aytayapti, mendan keyin Ahmad ismli payg'ambar keladi. Buni yashirishdi bular. Yahudlar qabul qilishmadi, chunki Yahudlardan chiqmadi-da, arablardan chiqib qoldi. Seni o'zingni shaharingdan Ibrohimning dinini yangilaydigan bir odam Alloh yuboradi. Agar uni topsang, uni o'zingga lozim tut dedi. Hishom ibn Urvadan Asmo bint Abu Bakr aytadi: "Tahqiq Zayd ibn Amrni Ka'baga suyanib turganini ko'rdim, risolatdan avval." U aytar edi: "Ey Quraysh jamoasi, oranglarda mendan boshqa biron kimsa Ibrohimning dinida emas. Ibrohim alayhisalomni dini, shariati yo'q bo'lib ketgan edi xabarlari. Shuning uchun qanaqa qilib ibodat qilishni bilmasdi Zayd ibn Amr. Aytardi: "Parvardigor, men Ibrohimning dinidaman, lekin qanaqa qilib ibodat qilishni bilmayman" deb yotib turaveradi, tartibsiz palapartish sajdani qilaveradi, rukuni qilaveradi. Qarang, hech kim da'vat qilmasa ham haqda o'zini pokiza tabiati bilan istayapti. Va mana shu kishini payg'ambarimiz qiyomatda yolg'iz o'zi ummat bo'lib tiriladi deganlar. Bitta o'zi yolg'iz ummat bo'lib tiriladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Zayd ibn Amr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilishidan avval vafot etdi. Va vafoti yaqinlashar ekan o'kindi, afsus chekdi. Ana shu yuboriladigan nabiyga o'g'lini hamroh bo'lishligini so'rab duo qildi. Parvardigor, bu yaxshilikdan meni mahrum qilayotgan bo'lsang, o'g'limni mahrum qilmagin. Alloh duosini ijobat qildimi? Duosini ijobat qildi. Zayd ibn Amr ibn Nufayl Qurayshliklar ko'mish uchun olib ketayotgan qizchalarini olib qolar edi. "Ey, qizingni ko'mma, menga ber." Va idal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Vaqtiki ana shu kichkina qizchalar ko'milganda qiyomatda so'raladi, qaysi ayb uchun ko'mildi, o'ldirildi deb. Ko'mgan olib ketayotganlarda olib qolar edi. "Menga ber qizingni, ko'mma, men qalmog'imga olaman." Olib qolar edi.
boqib ulg'ayganda, balog'atga yetganda haligi odamni topib borardi-da, qizing balog'atga yetdi, xohlasang qaytarib ol, xohlasang menda qolaversin derdi. Qarang, Zayd ibn Amr ibn Nufayl o'zi yuborilgan, ya'ni va'da qilingan payg'ambarga yetolmasligini bilganidan keyin o'g'lini haqqiga duo qildi. Birodarlar, farzandlarning haqqida duoda bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan sen. Qarang, palonchini bolasini. Ha, sen nimaga bu bo'lmaydi? Chunki bu seni bolang o'shuning uchun odam bo'lmaydi. Palonchini bolasi o'shuning uchun odam bo'ldi. Chunki otasi ishonib haqqiga duo qilgan. Ha, yo'lagan bolasini, tramplin bo'lib turib bergan yelkasini qo'y, bosib chiqqan bolam tevaga deb. Ha, sen odam bo'lmaysan deydi. Bu o'ta muhim narsa, birodarlar, mo'minning niyati va duosi. Masalan, siz ilmingiz yo'q. Diniy bilimlardan xabaringiz yo'q. Ammo duo qilsangiz, farzandimga shu ilmni bergin deb. Qo'lingizdan kelgan sharoit yaratib berib, yo'lasangiz, ilm yo'liga yo'llab qo'ysangiz, doim duo qilib tursangiz, farzandingiz olimlardan bo'lib yetsa, qilgan har bitta savobli amalidan sizga ulush bor. Bolangiz yetgan cho'qqi sizni yetgan cho'qqingiz bo'ladi. Siz yetolmadingizmi shu cho'qqiga? Yo'ling, bolangiz chiqsin. Bolangiz yetgan bo'lsa, demak siz yetgan bo'lasiz. Shuning uchun birodarlar, o'ldi, o'chdi bo'lishni xolamasak, bolalarimizni tarbiyalaylik. Otalar bor, bolasi bilan ishi yo'q. Yigitlar, akalar, ukalar, farzand tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q hayotimizda. Musulmon sifatida. Qonni Alloh boqadi. Qorni Alloh boqadi uni. Siz o'lib ketsangiz ham rizqini yeydi u. Siz o'lib ketsangiz ham Alloh yozgan kuni uyli joyli bo'ladi. Sizni bitta muhim ishingiz bola tarbiyasi edi. Shuni zo'r qilib qoylatyapsizmi? Otalar bor tashab qo'ygan o'zini holiga bolalarini. Biror bir musibatga kirib, boshi bir muammoga kirib qolgan paytda orqasidan odamlar istab kelishni boshlaganda nima qilib yuruding o'zi, qadi yuruding deydi. Telefon olib falon pulni, qaysi pulga olding so'ramaydi. Ha, bo'pti olgan bo'lsang, bo'pti o'lib ketsin. O'g'illadimi, qarzga oldimi, kim bilan muloqot qilyapti, qadi yuribdi kechki paytda, ishi yo'q. Yana otalar bor. Yana shu otalar ham bor, o'zini umrini farzandlarini tarbiyasi yo'liga tikib qo'ygan. Dunyodagi bitta muhim ishi mana shu deb turib, birinchi o'ringa farzandlarini tikib qo'ygan tarbiyasini. Pulini sarflaydi, tinmasdan kuzatib turadi. Ya'ni palonchini bolasi bo'ladi-ku. Sizni bolangiz hamchi xuddi shu palonchini bolasi taqa. Aqli xushi joyida, faqat nima yo'q? Zayd ibn Amr duo qilyapti, Parvardigor, bu payg'ambarga men yetolmas ekanman, lekin bolamni mahrum qilmagin bu yaxshilikdan. Duo qilaylik ko'proq va sababini qilaylik orqasidan. Rasululloh Zayd ibn Amrni jannat ahlidan ekanligini xabarini berganlar. Qiyomat kunida bir o'zi ummat bo'lib tiriladi. Alloh taolo Zayd ibn Amrning duosini ijobat qildi. O'g'li Said ibn Zaydga Rasulullohga sahoba bo'lishlik baxtini berdi. Birinchilardan bo'lib iymonga keldi. Sabiqunal avvalun. Hali Rasululloh Dorul Arqamga kirmasidan avval Abu Bakrni da'vati tufayli birinchilardan iymonga kelganlardan bo'ldi. As-sabiqunal avvalun. U bilan birga ayoli Fatima binti Hattob ham iymonga keldi. Qarang. Fatima binti Hattob, Umar ibn Hattobning singlisiga Said ibn Zayd uylandi. Said ibn Zaydning opasiga Umar ibn Hattob uylandi. Tushunarlimi? Umarning singlisiga Said uylangan, Saidning opasiga Umar ibn Hattob. Bular Adi urug'idan. Bu Qurayshli yigit avvalgi musulmonlik etgan aziyatlarning hammasini totdi. Uni to'liq ismi Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl al-Adavi al-Qurashi. Adi urug'idan. Islomni ramzlaridan bo'lgan, adolatni ramzi bo'lgan Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning islomiga mana shu Said ibn Zayd roziyallohu anhu sabab bo'lgan edi. Said ibn Zayd va uning ayoli Fatima bint Hattob iymonga kelganlarini eshitib, Umar ibn Hattob kuyovi bilan singlisini o'ldirish uchun uyga boradi. Bu qissa mashhur, eshitganmiz. Va mana shu kuyov bolasi tufayli islomga kiradi. Amloqul Islom, islomning eng buyuk ramzlaridan bo'lgan Umar Odil ibnul Hattobni islomiga Said ibn Zayd sabab bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgandilar. Allohumma aizzal islama bi habbi hadayni rajulayn. Parvardigor, mana bu ikki kishidan qaysi biri senga mahbubroq bo'lsa, shuni islomga kirgizib, islomingga quvvat ber. Umar ibn Hattob ya Amr ibn Hisham.
Abu Jahl. Alloh taolaga Umar ibn Xattob mahbubroq bo'ldi. Rasulullohning duosi Umar ibn Xattobning ustida haq bo'ldi. U kishini islomiga qaytarib aytamiz, Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl sabab bo'ldi. Mana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zi xalifa bo'lib shahid qilinganidan keyin vafot qilishdan avval ahli shuroni belgilab qo'ygan 6 kishini. Ana shu 6 kishi asharai mubashsharalar. Lekin Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylni o'zini kuyov bolasini mana shu ahli shuroga qo'shmadi. Nima uchun? Birinchilardan bo'lib islomga kirgan edi. Xizmatni qilgan edi islomga. Nima uchun qo'shmadi? Chunki kuyov bolasi itda, o'zini urug'i itda, o'zini urug'idan bo'lganligi uchun xolis bo'lsin eshitib, o'zini kuyov bolasi Said ibn Zaydni ahli shuroga qo'shmadi. Bo'lmasam, ahli shuro bo'lishlikka loyiq odam edi. Said ibn Zayd roziyallohu anhu. Yana xolis ish qilish shunaqa bo'ladi. Xolis ish qilish shunaqa bo'ladi. Sahoba Said ibn Zayd roziyallohu anhu ning tarjimai holi. Sayyidimiz Said ibn Zayd iymonga kelganida yoshi 20 atrofida edi. Shuning uchun birodarlar, qancha ertaroq Allohni tanisak, qancha ertaroq ibodatga yiqilsak, qancha ertaroq Allohning manhajiga hayotimizni qursak, qancha ertaroq Alloh rozi bo'ladigan ish tanlasak, hayotimiz shuncha yaxshi bo'ladi. Said ibn Zayd roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barcha mashhadlarida birga bo'ldi. Uhud, Xandaq, Hunayn, Tabuk, Mu'ta g'azotlarida. Ammo Badrda birga bo'lmadi. Sababi Rasululloh Badrga chiqib ketishligidan avval Said ibn Zaydga bir ishni buyurgan bo'ladilar. Bu sahoba chiqib ketgan edi. Qaytib kelganda Badr g'azoti nihoyasiga yetgan edi. Rasulullohning oldiga kelganida Rasululloh u kishiga Badrda tushgan o'ljalardan berdilar. Demakki, bu kishi Badrda qatnashganlar qatorida bo'ldi. Said ibn Zayd roziyallohu anhu musulmonlarni askarlari qatorida Kisro va Qaysar saltanatlarini mag'lub qilishda ham ishtirok etdi. Madina ahli uzoq vaqt gapirib yurgan bir voqea. U kishining hayotida bir voqea bo'ldi. Bunaqa voqea hayotda tez-tez bo'lib turadi. Tuhmat qilish biroga. Bo'xton qilish. Banu Umayya urug'ining xalifalik davrida bir ayol Said ibn Zayd roziyallohu anhu uni yerini tortib o'ziniki qilib olganligi haqida gap tarqatdi. Asharai mubashshara bo'lgan, Rasulullohning sahobasi bo'lgan, Rasululloh undan rozi bo'lgan sahoba bir ayolni yerini tortib olganmish, o'ziniki qilib olganmish. Bu ayol gapni tarqatib yurdi, o'zining ishini oxiri vali Marvon ibn Hakamga arz qildi. Vali ishni aniqlashlik uchun bu ulug' sahobani oldiga odam yubordi. Birodar yerini tortib oldingizmi deb haligi odamlar keldi. Bu gap Said roziyallohu anhu og'ir keldi. Ba'zi shunaqa bo'ladi birodarlar. Musulmon kishi dinida sobit, taqvoga intilgan, ammo husumatchisi bor, tuhmat qiladi. Har xil gap tarqatib yuradi. Bu uni bilmaydi. Aslida bu asosiy bo'lgan bo'xton gap. Shunaqa gaplarni tarqatib yurgan odam eshitgan paytda odamlar aytadi, "Ha bu o'zicha taqvodor edi-yu bu. Mana shunaqa qilibdimi? Biz o'zimiz ham shuna deymiz. Qaranglar-da. Shunaqa biz tekshirmaymiz." Alloh taolo Qur'onda nido qilgan mu'minlarga. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Iymon keltirganlar, bu faqat mu'minlarga xitob. Boshqalarga emas. Iymon keltirganlar bir fosiq xabar olib kelsa, fatabayyanu, aniqlanglar, so'rab surishtiringlar. Bilmasdan bir qavmga ozor yetkazib qo'ymanglar, tekshirmasdan shu gapni. Bunaqa gap tashlaydigan odamni bozorga doim girdi. Hammamiz ikki quloqimiz bilan dinga eshitib turamiz. Shat sindirib qo'ying-da bir marta. To'xta. Hozir men telefon qilib so'rayman shuni. Deyin-da, gapirmaydi shu gapni. Unaqa emas bizda. Keyin nima bo'libdi? Deymiz biz. Mana Rasululloh rozi bo'lgan, Alloh rozi bo'lgan, asharai mubashshara bo'lgan Said ibn Zayd haqida meni yerimni zulman tortib oldi desa, odamlar shuni eshitib yuribdi. Bu sahobaga bu so'z oxir keldi. Shuning uchun birodarlar, falonchisi mana qadab debdi deganda shat telefon qiling. Nimaga unaqa dedi ekan? Bir sababi bormi ekan? U ham tekshirmasdan bir gapni eshitib turdilar. Sakkiz mana qadab bordimi ekan? Yo'q, Alloh taolo buyuryapti. Bu bizning ixtiyorimizdagi ish emas, birodarlar. Xabar kelganda so'rab surishtirishlik. Bu so'z bu sahobaga og'ir keldi.
jannatiy bo'lgan, jannatga bashorat qilingan sahoba birodar yerini tortib oladimi? Kim bir musulmon birodar haqidagi gumonni yomon qilgan bo'lsa, birodar, Alloh haqida gumonni yomon qilibdi bu odam. Shuning uchun bu sahobaga og'ir botdi-da, so'ngra dediki, shu ayolga zulm qilib yerini tortib oladi deb o'yladinglarmi meni dedi. Axir men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning man zolama shibran minal ard degan hadisini eshitgan bo'lsam, ya'ni kim bir qarich yerni zulman birodan tortib oladigan bo'lsa, qiyomat kunigacha falon uqubatga qoladi degan hadisni eshitgan bo'lsam, qanday qilib uni yerini tortib olaman dedi. Bu kishiga tuhmat qilindi, bu kishiga zulm qilindi, duo qildi. Parvardigor, bu ayol meni unga zulm qildi demoqda. Agar u yolg'onchi bo'lsa, bas uning ko'zini ko'r qilib qo'y. So'ngra uni men bilan talashayotgan o'zining quduqiga tashlab yuborgan. Meni unga zulm qilmaganimni musulmonlarga bildiradigan bir nurni mening haqimda zohir qilgin dedi. Alloh taolo duosini ijobat qildi. Mazlumning duosidan qo'rqaylik birodarlar. Sizning qo'lingizda mansab bordir, quvvat bordir, pul bordir, lekin uning tomonda Alloh bor. Tushunyapsizmi? Qo'lingizdagi hamma narsa maxluq. Sizning qo'lingizdagi hamma narsa zoil bo'lib ketadigan narsa, ammo mazlumda tomonida Alloh bor. Seni Allohga qo'ydim dedimi? Ish pishdi. Ish pishdi. Bugunmi, ertami, bir yilmi aniq xor bo'ladi bu odam. Yo'li haqqini qaytarib bering. Yo'li borib kechirim so'rab qo'ying. Uzr, seni g'iybat qilgan edim, seni haqqingdan nojo'ya gapirgan, bitta o'zi hal qila oladi bu narsani. Hech kim o'rtaga tusha olmaydi birodarlar. Said roziyallohu anhu aytadi, ozgina vaqt o'tdi, Aqiqdan sel keldi. Madinaning vodiylardan bittasi. Sel o'zini yo'lidagi narsalarni yuvib Madinaga kirdi. Yomg'irning suvi ana u ayol Sa'd bilan talashayotgan yerni chegarasini yuvib ochib qo'ydi. Alloh taolo bir nurni paydo qildi Said roziyallohu anhu so'raganidek. Zulm qilmagan ekan. Qarang, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Haligi ayol hech qancha vaqt o'tmasdan ko'r bo'lib qoldi. Yerni paypaslab yurib, o'zini yeridagi bir quduqqa tushib ketdi, cho'kdi, o'ldi. Odamlar bir-biriga arvona ko'zini ko'r qilgandek, Alloh seni ko'zini ko'r qilsin deradi. Bu ayolning ismi Arva edi. Zulm qildi, tuhmat qildi, sahobaning duosi ijobat bo'ldi. Solih inson, muslih inson, odamlarga foydasi tegayotgan inson bunday kishiga yomonlik qilishdan, bunday kishiga tuhmat qilishdan dilini ortib qo'yishni aytaylik. Ittaqu da'vatal mazlum fa innaha laysa baynaha va baynallohi hijab. Mazlumning duosidan qo'rqinglar, chunki uni duosi bilan Allohning o'rtasida to'sadigan hech qanday hijob yo'q. Said ibn Zayd roziyallohu anhuning farzandlari. Bu haqida alohida to'xtalishimiz kerak. 30 ta bolasi bo'lgan ekan. 12 ta o'g'il, 18 ta qiz. Abi nevara chevaralarimiz bilan 30 taga yetdik deb qo'yadi. Muborak yana ham ko'paysin, Alloh taolo 300 taga yetkazsin sizni. Lekin bu kishining bitta o'zini farzandini nechta bo'lgan ekan? 30 ta. Atlarni qarang. O'g'illari: katta Abdulloh, kichik Abdulloh. Katta Abdurrahmon, kichik Abdurrahmon. Katta Ibrohim, kichik Ibrohim. Katta Amr, kichik Amr. Talha, Muhammad, Xolid va Zayd. 12 o'g'il. Qizlari: katta Ummu Hasan, kichik Ummu Hasan. Katta Ummu Habiba, kichik Ummu Habiba. Katta Ummu Zayd, kichik Ummu Zayd. Oysha, Otika, Hafsa, Zaynab, Ummu Salama, Ummu Musa, Ummu Said, Ummu Nu'man, Ummu Solih, Ummu Xolid, Ummu Abd va Dajla. 18 ta qiz. 12 o'g'il, 18 qiz. Imom Ahmaddan keltiriladi, Said ibn Zayd roziyallohu anhu kunlarda birida Rasulullohga aytgan edi. "Ya Rasululloh, albatta meni otam o'zingiz ko'rganingiz va bilganingizdek, agar sizga yetganida albatta iymon keltirgan va sizga ergashgan bo'lar edi. Bas uni haqqiga istig'for ayting" dedi. Bas Rasululloh ha dedilar va uni haqqiga istig'for aytdilar. Haqni istovdi, naq mushriklarda ichida turgan bo'lsa ham Alloh taolo haqqa uni qalbini bir hidoyat qildi. Payg'ambarning da'vatini eshitmasa ham bitta o'z ummat bo'lib tirilar ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni haqqiga istig'for aytdi. Said ibn Zayd roziyallohu anhu jannatga bashorat qilingan 10 ta sahobaning bittasi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhudan bu hadis. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Abu Bakr fil janna va Umar fil janna
وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو بيدة ابن جراح في الجنة. Ana shu 10 ta sahoba aytilganda Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ham jannatiylar ekanligini Rasululloh xabarni berganlar. Mana shu 10 ta kishining jannatga kirishiga aniq ishonamiz. Mana shu 10 ta kishi aniq jannatga kiradi. Qolganlarni jannatga kirishini umid qilamiz. Chunki bu 10 kishi o'zidagi bor narsani sarf qilishdi. Rasulullohga bo'lgan qalbidagi muhabbati chin bo'ldi. Yaxshilik eshiklari birodalar hali ham ochiq. Siz sahoba bo'la olmadingiz, biz sahoba bo'la olmadik. Lekin har bittamiz o'zimizni zamonimizga bir qahramonga aylanishimiz mumkin. Mol topsin, katta miqdorda mol topsin. Alloh yo'lida infoq qilishning maqsadida topsin. Ilm o'rgansin, haloyiqqa ta'lim bersin. Shariat hukmlarini o'rgansin, mahkam tutsin. Boshqalarga o'zini amali bilan, xulqi bilan ibrat bo'lsin. Mana shu odam ham o'zining zamonasining qahramoni bo'laveradi. Sullatun minal avvalin va qalilun minal axirin. U peshqadamlar avvalgi ummatlardan ko'pchilik, keyingilardan esa Muhammad alayhisolom ummatidan esa ozchilik dedi. Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl u kishining vafoti. Said ibn Zayd roziyallohu anhu hijriy 50-yilda Aqiqda vafot etdi. Uni Madinaga olib kelishdi. Bu vaqtda u kishining yoshi 70 dan o'tgan edi. Darsning xulosasi. Said ibn Zayd va uning otasi Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ularning qissasi mana shu. Qisqagina, xabarlari ko'p emas, lekin bu qisqagina xabarlari ibrat va istinbotlarga to'la. Said roziyallohu anhu otasi duo qildi. Parvardigor, menga nasib qilmading shu yaxshilikni, o'g'limni mahrum qilmagin dedi. Qattiq e'tibor qilaylik farzandlarimizning tarbiyasiga. To'g'ri ilmni o'rgataylik, sulukiyatini kuzataylik, o'zini holiga tashlab qo'ymaylik. Allohning toatida bo'lishiga ko'mak beraylik. Shunda u yetgan cho'qqilar sizni o'zingiz yetgan cho'qqingiz hisoblanadi. Alloh alayhi vasallamning sahobalari haqidagi darsimizni bugun navbatdagisi. Bugun Abu Bayda Omir ibn Jarroh roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Ummatning eng ishonchli kishisi. Aminu hadihil umma. Bu sahobaning ismi Omir ibn Abdulloh ibn Jarroh al-Qurashi al-Fihri. Laqabi kunyasi Abu Ubayda. Bobosiga nisbatan kunyasi bilan mashhur bo'lgan, onasi Umayya binti G'anam. Hijratdan 40 yil avval dunyoga kelgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganida u kishining yoshi 27 da edi. U kishi avval Habasistonga, keyin Madinaga ko'chganlardan. Islomga birinchilarda bo'lib kirgan va avvalgi musulmonlikka yetgan hamma mashaqqatlarni boshidan o'tkazgan kishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barcha mashhadlariga guvoh bo'lgan. Islom tarixidagi shijoatli, o'ta jasur jangchi, buyuk sarkarda, odil, hayoli inson sifatida tanilgan. Bu sahoba haqida payg'ambarimiz aytganlar: "Inna likulli ummatin aminun va aminu hadhihi al-ummati Abu Ubayda ibn al-Jarroh." Har bir ummatning ishonchli kishisi bo'ladi. Bu ummatning ishonchli kishisi Abu Ubayda ibn Jarroh dedilar. Mana shu ta'rif, mana shu maqtov bu kishi uchun kifoya qiladi. Ummatning ishonchli kishisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari juda ko'p mashaqqatlarni boshlaridan kechirishgan. Taom liboslari dag'aladi, turmushi sharoiti qiyin edi, ochlik, qo'rquv, dushman xavfi doim ustida turgan. Ammo shunday bo'lsa ham ular dunyodagi eng baxtli odam deb his qilgan o'zlarini. Nimasi bilan? Hozirgi kunda bir odamni to'rt tomoni qibla bo'lsa, to'kin sochin hamma yo'g'i bir mo'l ko'l bo'lsa, shu odamni baxtli deb his qiladi deb o'ylaymiz. Bu sahobalar o'zini nimasi bilan saodatli his qilgan? Allohning aziz bandasi ekanligi bilan his qilish bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yordamchi ekanini fikr qilishligi bilan o'zlarini saodatli his qilgan. Allohga qul ekanligini o'ylab turib o'zini baxtli his qilgan. Mana endi bizning zamonimizda hamma tomoni bir mukammal bo'lgan, dunyoviy, moddiy tomoni mukammal bo'lgan bir odamni tasavvur qiling. Mashinasi eng yaxshi mashina, uyi eng chiroyli uy, isitish, sovutish, avtomatически hamma afzal narsalar bor. Bunaqa odamlarning hayoti, siz bilan bizning zamonimizda yashagan odamlarning hayoti fidoilikdan xoli, qahramonlikdan xoli, tazg'iyadan xoli, Alloh uchun yaxshi ko'rishdan xoli, da'vatni ko'tarishdan xoli, solih amallardan xoli.
Buni odam nimaga yashayotganini ham bilmaydi o'zi. Bu sahobalarning hayotini qaranglar-da. O'zi uchun yashamagan, din uchun yashagan, Alloh ularni aziz qildi. Din bularni aziz qildi. Mana shunday bir hislardan, shuurlardan, muqaddas mas'uliyatdan xoli bo'lgan insonning umri. Bunaqa odam odamlar orasida o'zini kerak emas his qiladi, past, noqis his qiladi. Garchi moddiy hayoti nima bo'lsa ham, zo'r bo'lsa ham. Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilinadi, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganida Shomga keldi. Juda ko'p odam xalifani kutib oldi. Shunda xalifa so'radi: "Meni og'aynim qani?" "Kim u?" deb so'rashdi. "Abu Ubayda" deb javob berdi. "Hozir keladi" deydi. Shu paytda Abu Ubayda roziyallohu anhu mana shu Shom ustida amir bo'lib turgan kishi kanob yuganlik tuyani minib keldi. Tuyasini yugani kanobdan bo'lgan. Xalifa bilan quchoqlashib ko'rishdi. Keyin xalifa uning uyiga kirdi. Xalifa Abu Ubaydaning uyiga kirdi. Uyda suv quyilgan qozon turibdi. Eskib ketgan bitta po'stak turibdi. Bir burda non, devorga ilib qo'yilgan qilich. Boshqa hech narsa yo'q. O'zi Umar ibn Xattob zohid odam bo'lgan dunyodan. O'zi zohid bo'lib turib, bundan hayratlanib so'radiki, boshqa sheriklaringizga o'xshab, u bu narsa qilmadingizmi uyingizga? Abu Ubayda aytdi: "Amirul Mu'minin, yotib turgani shu narsa ham yetadi. O'zi shu ham ko'p dunyo uchun" dedi. Umar ibn Xattob aytdi: "Sizdan boshqa hammamizni dunyo o'zgartirib yubordi Abu Ubayda. Mana shuning uchun ham Hazrat Umar roziyallohu anhu Abu Ubayda roziyallohu anhuni juda yaxshi ko'rar edi, hurmat qilar edi. Hamma rahbarlar ham, ishboshlari ham mana shu Abu Ubaydadek bo'lishigini orzu qilar edi." Qarang, qo'lingizda dunyoda hamma hashamati, hamma zebi ziynati bo'lsin, qasrlar, sayyoralar, nafsizga yoqadigan hamma narsa. Bu narsa sizni baxtli qilmaydi. Bu narsa sizni baxtli qilmaydi. Agar Allohni tanimaydigan bo'lsangiz. Mana ko'p aytamiz. Ana shu Yevropani olsangiz, xususan shu Skandinaviya o'lkalarini oladigan bo'lsangiz, Yevropa o'zi boy mamlakatlar majmuasi. Endi ular ichida Skandinaviya, shu Finlandiya, Shvetsiya, Norvegiyasi xosatan ulardan ham boy. Shu yurtda yashayotganlarni o'zini o'zi qatl qilishiga birinchi o'rinda turar ekan, suitsid bo'yicha. Nimaga desa, zerikkan, hamma yo'q yetarli. Oyligi zo'r, xaridindagi to'ldir, ko'chalari tekis, supermarketlarda oziq-ovchilar kirsiz, lekin baxtli emas shular. Nima uchun? Biz intilayotgan narsalarda shular. Ular yetgan shu narsaga. Ammo Alloh taolodan uzilib qolgan, oxirat g'amidan uzilib qolgan. Iymonsiz, dinsiz. Shuning uchun o'zini o'zi osib o'ldiryapti. To'ygan hayotdan zerikkan. Abu Bakr roziyallohu anhuning hayotini qarang. Islomga birinchilardan bo'lib keldi, hamma mashaqqatlarni ko'tardi, yurtidan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Avval Habasistonga, keyin Madinaga. Rasulullohni hamma g'azotlarda u zot bilan birga bo'ldi. Uhud kunida Rasulullohga sanchilib qolgan temir parchalarini tishi bilan zo'g'rib chiqardi, tishlari sinib ketdi. Mana shunday mehnat mashaqqatni ko'rgan odam yana Shomga vabo kasali kelganida ana shu vabo tufayli o'lib ketdi. Ummatning eng ishonchli kishisi. Qarang birodar, qanaqa odamlar bular. Boyagi savolda qani endi ular hozir? Qani? Shuning uchun Alloh taolo bir bandasiga rahmat nazari bilan qaraydigan bo'lsa, bu insonning qalbiga siz bilan biz ta'riflamaydigan bir baxtni, saodatni joylab qo'yadi. Sahobalar ham bizga o'xshagan odam bo'lganmikin? Agar ular bashar bo'lsa, demak biz bashar emas ekanmiz hozirgi yashayotganlar. Agar biz bashar bo'lsak, ular bashardan ko'ra balandroq martabadagi insonlar bo'lgan ekan. Oxirat hovlisining podshohlari. Ularda qalbidagi muhabbat qanaqa muhabbat edi? Ularning qalbini egallagan shavq qanaqa shavq edi? Ular buyuk inson edilar, birodarlar. Ular qaysi jamiyani bitirgan ekan? Qo'lida nechta diplomi bor ekan? Nechta kitob o'qishgan ekan? Ammo inson Alloh taologa qalbi bilan haqiqiy ma'noda bog'lanadigan bo'lsa, Alloh taolo bu insonni saodatli inson qiladi. Garchi dunyoviy hayoti zo'r bo'lmasa ham. Abu Ubayda Omir ibn al-Jarroh roziyallohu anhu. U kishi ashara-i mubashsharaning biri. Tirikligida jannatiy ekanligini o'zini Rasulullohning tilidan eshitgan kishilar. Rasululloh aytadilar: Abu Bakr fil janna, va Umar fil janna, va Ali fil janna, va Usman fil janna, va Talha fil janna, va Zubayr fil janna,
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. Tarjimani keragi yo'q. 10 ta bular. Ne saodat mana shu 10 talikka kirib qolishlik. Abdulloh ibn Umar shunday deydi. Quraysh qabilasida 3 ta odam bor. Ular insonlarning eng ochiq chehralisi, go'zal axloqlisi va hayolisidirlar. Agar sizga gapirsa, bir og'iz ham yolg'on gapirishmaydi. Agar siz ularga gapirsangiz, sizni yolg'onchiga chiqarmaydi. Bular Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon, Abu Ubayda roziyallohu anhu majmai. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man amala an-nasa falam yadlimhum va haddathahum falam yakdibhum va wa'adahum falam yakhlifhum wa huwa mimman kamalat muru'atuhu va zaharat adalatuhu va wajibat ukhuwatuhu va hurimat g'oybatuhu yoki g'ibatuhu." Kim odamlar bilan muomalada bo'lsa, ularga zulm qilmasa, ularni aldamasa, va'da berib xilof qilmasa, bas bu kishi muruvvati komil, adolati zohir kishilardandir. Unday inson bilan birodar bo'lishlik vojib, unday insonni g'iybat qilishlik harom bo'ladi dedilar. Abu Ubayda roziyallohu anhu bu kishini islomiga Abu Bakr Siddiq sabab bo'lgan edi. Abu Bakr iymon keltirganini 2-kuni bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Abdurrahmon ibn Avfni, Usmon ibn Maz'unni va Arqam ibn Abi Arqamni hamda Abu Ubayda Omir ibn Jarrohni yetalab Rasulullohning oldiga olib bordi. Ular Rasulullohning oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'lishdi. Abu Bakrni iymon keltirganiga bir kun o'tib ikkala hijratda ham ishtirok etgan. Rasulullohning hamma g'azotlarida birga ishtirok etgan. Qarang. Agar Abu Bakrning iymoni bitta pallaga qo'yilsa, qolgan ummatning iymoni ikkinchi pallaga qo'yilsa, la rajahat iymanu Abi Bakrin. Abu Bakrning iymoni og'ir keladi. Nima uchun desa, mana shu bir ulug' insonlar islomiga sabab bo'lgan edi. Bizni ham kimdir masjidga yetalab keldi. Biz ham harom xarishda tashashimizga kimdir sabab bo'ldi. Namozga kirib qolishimizga kimdir aytgan so'zi qilgan ishi sabab bo'ldi. Endi birodarlar, biz ham boshqalarning islomiga sabab bo'ladigan vaqtimiz kelmadimi? Yo to'g'ri bizni yetalab yurishadimi? Yo faqat yetalatma bo'lishimiz kerakmi? Siz ham birorta odam islomiga, iymoniga sabab bo'lganmisiz? Haromdan chiqishiga, ibodatga kirib qolishiga. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ya Ali, lian yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurun na'am." Ey Ali, siz tufayli Alloh bitta odamni hidoyat qilib qo'yishligi qizil tuyalardan ko'ra sizga yaxshiroq yoki quyoshning nuri tushgan narsalarda hammasidan ko'ra sizga yaxshiroq deganda. So'raylik o'zimizdan. Bironta ulfatimizni jaholatdan nurga olib chiqqanmizmi? Ana shu gunoh ma'siyat botqog'idan iymon bog'iga yetalaganmizmi? Birontasini. Agar ha bo'lsa, demak bekorga yashamabmiz dunyoda. Imom Buxoriydan keltiriladi, Huzayfa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Najronlik kishilar, Najronlik arablar, Nasroniy arablar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib deyishdi: "Ey Abul Qosim, o'rtamizdagi mol va mulkni taqsimlamasdan bir-birimiz bilan qirpichoq bo'lib ketyapmiz. Sizlar musulmonlar to'g'ri so'zsizlar, omonatdorsizlar. Shuning uchun bir ishongan odamingizni bizga qo'shib bersangiz, u mollarimizni adolat bilan taqsimlab bersa." G'ayridinlar, nasroniylar kelib musulmonlardan bir adolatli kishini so'rayapti. Ya'ni ishonadi musulmonga, yolg'on gapirmasligiga. Ishonadi musulmonga, adolatligiga. Iffatligiga, rostgo'yligiga, hatto uni dushmani ham ishonyapti. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Kim haqiqiy musulmon? U shunday bir kishiki, musulmonlar uni qo'lidan ham, tilidan ham ozor ko'rmaydi. Val mu'minu man amina an-nasu ala dimaihi va amwalihim. Mo'min kim? Mo'min shunday odamki, odamlar undan o'zlarini mollaridan ham, qonlaridan ham xotirjam bo'lishadi. E'tibor bering-da. Odamlarga sen ozor bermaysan emas, odamlar seni yomonlik qilishi mumkinligini xayoliga ham keltirmaydi. Mana shu odam mo'min. Mana shu odam musulmon. Mana endi ahli kitoblar o'zlarini moliyaviy muammosini hal qilish uchun qozi so'rab payg'ambarimiz oldiga kelishdi. Rasululloh aytdilar: "Halol kelinglar. Men sizlar bilan qo'shib ishonchli, kuchli odamni yuboraman." Umar ibn Xattob aytadi: "Peshin namoziga har safargidan ko'ra ertaroq bordim.
Ya'ni Rasululloh meni tanlab qolsa, topa olmay qolmasin dedimda, peshin namoziga ertaroq bordim. Ana shu ishonchli, kuchli kishi men bo'lishni orzu qildim. Amirlikni yaxshi ko'rganligimdan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam peshin namozi o'qib bo'lib, odamlarga qarab, o'ngga chapga qarab o'g'irla boshladilar. Men oyog'im uchiga ko'tarilib balandroq bo'lib turdim. Rasululloh ya'ni istayotgan bo'lsa ko'rmay qolmasin. Yana qaytarib aytamiz, boshliqlikni, amirlikni yaxshi ko'rganimdan emas, ummatning ishonchli kishisi. Rasululloh u yoqqa bu yoqqa qarordilar, to Abu Ubaydani topmagunlaricha. Abu Ubaydani topib turib, "Ukhruj ma'hum faqri baynahum bil haqqi fi maxtalafu fi." Ular bilan birga chiqing, ixtilof qilishayotgan narsalarida haq bilan hukm qiling dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda Umar ibn Xattob aytadi, "Vallohi bu martabani Abu Ubayda olib ketdi." Shuncha sahobaning ichidan ishonchli deb turib Rasululloh nima qilyaptilar? Abu Ubaydani tanlayaptilar. Ashabikan nujum bi ayhim iqtadaytum ihtadaytum. Meni sahobalarim xuddi osmondagi yulduzga o'xshashadi. Qaysi birisini ushlasanglar, to'g'ri yo'lni topib olasizlar. Qaysi birini etigini ushlasanglar, to'g'risini topib olasizlar. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Ubayda ibn Jarrohni boshliq qilib, bizlarni Quraysh karvonini poylashlik uchun chiqardilar. Kichkinagina qo'shin, Abu Ubayda boshliq. Endi ularning ozuqasiga Rasululloh bir xolta xurmo berdilar. Bir xolta. Ya Rasululloh nima bo'ladi bu? Bir o'tirib yeb qo'yamiz-ku buni. Deyishmagan ekan. Biz o'zimiz damalgan bir 50-60 kilometrga chiqsak bilasizlarmi, qancha zapas olamiz? Voy, odam bolasini yeydigan qilib yaratgan ekan-da Alloh taolochi. To'y bo'lsa ham yeymiz. Xursandchilik bo'lsa ham yeymiz. Ta'ziya bo'lsa ham yeymiz. Yeyveramizda. Bular jangga, jihodga ketishyapti. Rasululloh bir 2 kilo xurmoni shunday xoltaga solib beryaptilar. Boshqa hech narsa yo'q. Qanaqa qilib tirikchilik qildinglar deb so'rasa, Abu Ubayda kunda bittadan xurmoni berardi bizga, og'zimizga solib shumib yurardik, ustidan suv ichib qo'yib yuraverardik. Hozirchi ko'choy, qani ko'choy? Tamilchoning suvi bo'lib qopti. Ovqati yog'siz bo'lib qopti. Go'shtsiz bo'lib qopti. Mana biz kimdan ibrat olishimiz kerak? Mana kimlardan biz o'zimizga shablon olishimiz kerak? Ular mana shunday bir mehnat, mashaqqat, ochlik, qiyinchilikda bo'lsa ham o'zlarini baxtli inson deb hisoblagan. Sababi nima edi? Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ygan kishilar edi bular. Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ygan kishilar edi. Hozirda endi odamlar shuncha ne'matda, mo'l-ko'lchilikda ichida turib, ko'plari shaqovatda. Sababi nima? Sababi Alloh tanimaganligi. Sababi iymonni birinchi o'ringa qo'ymaganligi. Amin, ishonchli. Bu so'zning ma'nosi nima? Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Inna likulli ummatin aminan va inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaydatun al-Jarroh." Imom Muslimning sahihlardan keltiriladi. Rasululloh aytadilar, har bir ummatning eng ishonchli kishisi bo'ladi. Albatta, ey ummat, bizning ishonchli kishimiz Abu Ubayda ibn Jarroh dedilar. Amin, ishonchli. Odamlarning mollarini ustida ishonchli, odamlarning manfaatini ustida ishonchli, dinlarning ustida ishonchli. Bir ishi bor qo'lingizda. Professional, o'zining ishining haqiqiy ustasi, tajribali, g'ayratli, harakatchan mutaxassis, ammo benamoz. Nima deysiz? O'qiydi, bilgan qism, muhimi ishni zo'r qilyapti. Siz buni mana shu ishchini, siz uni hunaridan, tajribasidan, harakatdan foydalanyapsiz-ku, diniga beparvolik qilyapsizmi? Uni dini ustida ishonchli xo'jayin bo'lmadingiz. To'xtatishingni, namozini o'qib ol. Ustalar shogirdlarni ishlatasizlar, tugatib qo'yish, keyin qilishasan namozingni. Ha? Shuna bo'ladi. Ish tugat, keyin qilasan. Yo'q. Mana shu usta shogirdlarini dinining ustida ishonchli emas ekan, amin emas ekan. To'xtat ishni. Avval namozni o'qib olinglar, keyin davom etkazasizlar. Bo'ladimi shuna desa? Bu ishxonaning xo'jayini aytadiki, mayli deydi, o'ziniga holiga qo'yinglar, o'qiydimi, o'qimaydimi, o'zining ishi deydi. Bu xo'jayin uni tajribasidan, ilmidan foydalanyapti-yu, lekin diniga beparvo bo'lyapti. Musulmon kishi unaqa bo'lmaydi. Atrofidagilarni dinining ustida ishonchli bo'ladi. Ey, peshin o'qidingmi? Bomdodga tur desa turmasa, qattiqroq tur deydi, tur o'qib ol deydi. O'lib ketdi deydi. O'g'otirdim, turmading deydi. Unaqa bo'lmaydi.
Sizni yoningizdagi odam sizni Allohga yaqin bo'lishingizga sabab bo'lmasa, shu odamdan uzoqroq bo'lavering. Shuning uchun birodar, oila a'zolaringiz ustida ham dinida ishonchli bo'ling. Uyingiz toza, saranjom sarishta, ovqat shirin, qo'li shirin, zo'r ovqat qiladi deysiz-ku, benamozligini inobatga olmaysiz, ko'z yumib ko'rasiz. Demak, ayolingizni dinining ustida ishonchli bo'lmadingiz. Klient so'radi, qaysinisi yaxshi dedi. Agar shunda molonisi yaxshi demasangiz, demak, savdoingizda omonatdor emassiz. Sizdan maslahat so'radi. Qaysi qilgan ishim to'g'ri? Allohga xush keladigan ishni aytmadingizmi? Demak, siz dinda ishonchli bo'lmadingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalariga bergan odobi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin musulmonlar o'zlariga xalifa saylashlari kerak. Ansorlar o'zlari to'planishib xalifa saylashmoqchi bo'lishdi. Bundan xabar topgan muhojirlar ularning oldiga zudlik bilan yetib bordi. Ular Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Abu Ubayda va Umar ibn Xattob uchalasi edi. Ansorlar o'zlaridan xalifa saylamoqchi bo'lganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu turib, ansorlarning fazilati, ularning islomga ko'rsatgan xizmati, fidoiliklarni hammasini gapirib turib, xulosasi xalifa muhojirlardan bo'ladi, ansorlar sizlar yordamchi bo'lasizlar degan ma'noda aytdi. Ular rozi bo'lishdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdi, mana bu ikki kishidan bittasini xalifa qilib saylashlarga men roziman dedi. Ya'ni xalifa bo'lishlikka loyiq deb bilinyapti Abu Ubayda roziyallohu anhu. Umar ibn Xattob keyinchalik qo'lingizni uzating, sizga bir bayat beraman deganida Abu Ubayda aytgan edi. Rasululloh bizga namoz o'qishlik uchun tayyorlab bergan kishi turganda men undan oldinga o'tib ketmayman dedi. Umar ibn Xattob aytdi, men Rasulullohni har bir ummatning ishonchli kishisi bo'ladi. Bizi ummatimizning ishonchli kishisi Abu Ubayda degan eshitganman. Keling, qo'lingizni bering, men sizga bayat berasiz, xalifa bo'ling deganida Abu Ubaydaning javobi o'yicha bo'ldi. Rasululloh bizga namoz o'qiganda tayyorlab bergan odam turibdi. Kim? Abu Bakr. Rasululloh tirikligida imomlikka o'tgan Abu Bakr musulmonlarga. Bir-biriga mana shuni lutf bilan, odob bilan muomalada bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari. Abu Ubayda roziyallohu anhu hech qachon Abu Bakrga osilik qilmagan. Abu Bakrning o'ng qo'li bo'lgan. Albatta, bu sahobalarning bir-biriga qilayotgan bu muomalasi payg'ambarimiz bergan tarbiyasi edi. Zat-ı Salasil sariyasi. 8-yili, Hijratning 8-yilida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Amr ibn al-Osni bir qo'shinga amir qildida, dushman tomonga qarab chiqardi. Bu Zat-ı Salasil sariyasi deb nomlandi. Amr ibn al-Os amir bo'ldi, islomga kirganiga 5 oy yoki 6 oy bo'lgan edi. Amr ibn al-Os ana shu dushman qavmning oldiga borib, ularning adadi katta ekanligini ko'rganida Rasulullohga odam yubordi, bizga madad jo'nating. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhojirlardan iborat bir qo'shinni tayinladida, ularning ichida Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattoblar bor edi. Ularga boshliq qilib Abu Ubayda Omir ibn Jarrohni tayinladilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Aytdilar, boring dedilar, Amr ibn al-Os bilan talashmang dedilar. Abu Ubayda muhojirlar bilan, avval islomga kirgan muhojirlar bilan yetib kelganida Amr ibn al-Os aytdi, men amirman dedi. Muhojirlar aytishdi, sen o'zingni qo'shiningga amirsan. Muhojirlarning amiri Abu Ubayda deydi. Yo'q dedi. 5 oy bo'ldi islom kirganiga, endi kirdim. Sizlar menga madad bo'lib kelgansizlar dedi. Sizlar meni itoatimda bo'lasizlar dedi. Abu Ubayda roziyallohu anhu dedi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni sen bilan ixtilof qilmasligimga buyurganlar. Bo'yinsundi, islomga kecha kirgan, 5 oy bo'lgan kirganiga Amr ibn al-Osning itoatida turaverdi. Yana qaytarib aytamiz, Rasulullohning bergan tarbiyasidan edi bu narsa. Abdulloh ibn Shaqiqdan aytadi. Oysha roziyallohu anhodan so'radim. Rasulullohga sahobalarning orasida eng sevimlisi qaysi edi? Eng suyuklisi qaysi edi? Abu Bakr deb javob berdi Oysha onamiz. Keyinchi Umar ibn Xattob deb javob berdi Oysha onamiz. Keyinchi Abu Ubayda Omir ibn al-Jarroh dedi. Keyinchi Oysha onamiz sukut saqladilar. Rasulullohga eng sevimli 3 ta odam sanalayotganda Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Abu Ubayda Omir ibn al-Jarroh zikr qilinyapti. Abu Ubaydaning axloqi, zohidligi, kamtarligiga misollar. Abu Salaba roziyallohu anhu aytadi. Rasulullohga uchradimda, "Ya Rasululloh, yaxshi ta'lim olish uchun meni bir odamga yo'llang."
Shunda Rasululloh meni Abu Ubaydaga yubordilar va men ta'limingni va odobingni yaxshilaydigan kishiga jo'natdim seni dedilar. Ibn Asokir rivoyat. Abu Umoma Bohiliy roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu va bir guruh sahobalar birga o'tirishgan edi. Bir idishda sharbat keltirildi. Shunda Rasululloh u sharbatni Abu Ubaydaga tutdilar. Shunda Abu Ubayda siz o'zingiz oling ya Rasululloh. Rasululloh aytdilar, yo'q siz oling. Abu Ubayda piyolani oldi va uni ichishdan oldin yana bir marta siz o'zingiz oling ya Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, iching dedi. Iching. Baraka urug'larimizda. Uyda oqsoqoli, kampir enasi borlar, uyda barakasi bor. Baraka urug'larimizdadir. Kim kichigimizga rahim qilmasa va kattamizni ulug'lamasa, bizdan emas dedilar. Imom Tabaroniy rivoyat. Yoshlar kattalarni masxara qilish, kattalarni mensimaslik modaga kirib qolgan. Siz bilan biz ko'rayotgan kinolarda, siz bilan biz ko'rayotgan kliplarda mana shu narsa oshkora ham, maxfiy ham targ'ib qilinyapti. Kattalarni men hatto o'zini otasini, o'zini onasini masxara qiladi seriallaringlarda. Kulasizlar uni ko'rib turib, o'zi asli yig'lash kerak edi. Otalarga gap qaytarish, enalarni mensimaslik, cho't qilmaslik, ularning fikrini munosib hech kim emasda, qarib qolganda shu. Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, kattalarimizni ulug'lamagan, kishilarimizga shafqat qilmagan bizdan emas. Shuning uchun qari otasi, qari onasi borlar, duosini olib qolaylik bularda. Chunki bularning qo'lida barakot bor, bularning duosida barakot bor. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.